Assalomu alaykum. Nurbek usta kanalini kuzatib boryapti, hurmatli obunachilar. Navbatdagi Shumka naviyasimizda ham Farg'ona viloyati Buyoyi tumaniga olib kelib o'rnatdik. Xudo xolasa bugun topshirdik ish jarayonini. Naviyasimizga keladigan bo'lsak, materiallarga keladigan bo'lsak, mana shu stoykalarini 10 ga 10 ga berdik. Doim 8 ga 8 qo'yilardi, bu safar 10 ga 10 qo'yib berdik. Qolgan materiallarni o'sha ko'rib turgan materiallarimiz 4 ga 4, 4 ga 2, 3 ga 2 ishlarni 1,5 stenada bo'ldi hammasi. Shumka naviyasimizda shumka deyishimiz buni ash ko'rinib turgan nimasi oq DV faner bo'ladi, kraskalangan varianti. Faner falga 0,4 tunuka bosildi. 1 kvadratni 300 ming so'mdan tayyorlab berdik. Общий summasi 40 million so'mga bitdi naviyasimizda. Razmerlari keladigan bo'lsa, razmerlari 21 metrga 6,5 metr bo'ldi. 139 kvadrat bo'ladi. 300 mingdan hisoblasa, misol chiqaveradi narxi. 40 million so'mga bo'lgan dogovor. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovkamiz bor. Kanalimizda yangilar obuna bo'lib qo'yasizlar. Uzumtoy naviz. Misol kimga uzumtoy qilish mumkin? Uzumtoylar kvadrati uzum so'kichak deydi. O'sha uzumtoylar kvadrati 160 mingdan 190 minggadir. Ular ham shu O'zbekiston bo'ylab bor ekan. Voha tomonlarga bo'ladigan bo'lsa, 100 kvadratdan oshiq bo'lsa qilib beramiz. Lekin Toshkentgadir dostavkasini qilib beryapmiz. Shu 300 ming ichida. Nexanli variant. Nexanli variant bo'ladigan bo'lsa, Nexanli variantdan 450 mingdan xuddi shu ko'rinishda Lexant yopiladigan bo'lsa 450 mingdan 580 mingga qilib beryapmiz. Misol kompozit shifer chiqdi. Kompozit shifer ham xuddi mana shu narxda bo'laveradi. Necha yil garantiya? 450 mingdan 580 mingga. Garantiyasi kompozit shifer bilan Lexantni garantiyasi 15 yil bo'lyapti. Misol tunukali bo'lsa turaveradi. Endi bu shifer donnaga bo'lyapti-da aka bu. Misol temir narsa misol 15 yilmi, 30 yilmi buzmayincha turaveradi aka bu narsa. Ishlarga garantiyalar? Ishlarga garantiyasi bor aka. 15 yil, 20 yil, 30 yil mana shu holatda bo'ladigan bo'lsa, tunukalik bo'ladigan bo'lsa. Misol kimgadir perila kerak bo'lsa, rishotka mana shu rishotkalarni 1 metrini aka 700 ming so'mdan qilib beraveramiz. Mana shu ko'rib turgan holatingizni metri 700 ming so'mdan. Rishotkalarda o'sha perilalarda metri 300 ming so'mdan boshlanadi, 1,5 milliongadir bor aka. Misol kimdir telefon qilsa, aloqaga chiqsa, o'sha ekrandagi nomerga kataloglarni tashlab beraveramiz. Navestimi, darvoza deydimi aka, perilla deydimi, rishotka, kachela qilib beraveramiz aka. Temir sohasida qanday ish bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab qilib beraveramiz.